Mana bu ko'rib turganingiz 100 mingtalik, buni yoqib ko'ramiz. Bosing aka. Voy! Gap yo'q lekin bor. Ichiga nima balo Mini Cooper tiqib yuborganmilar. Bunaqa Tiko Toshkentda emas, O'zbekistonda menimcha bitta bo'lsa kerak, obzorni ko'ramiz. Yor jamoli, jamoli, ey jamoli, ey jamoli. Boshida duroq rumoli, ey rumoli, ey rumoli. Tiko'yimizni 1997-yil ishlab chiqarilgan. Xo'sh, siz o'sha payt tug'ilganmidingiz? Agar tug'ilgan bo'lganingizda necha yosh bo'lgansiz? O'shani ham yozib qoldiring. Mashinani tomlarini polni Mini Cooperga o'xshab qoraytiribdilar. Kuzovlari salatviga sepilgan. Negativchilar aytgancha boyiga 100 mingtalik falsifikatni videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. Mashinani yonib turishini ko'rib olsanglarmi, did bilan yasatib qo'yibdilar. Kurgoy tonirovka ruxsatnomalari bor, suvsiz zashnilar ham urilgan. Shumkalari ham bo'lgan ekanda. Mana diska ballonlarini qaranglar, o'ziga yarashib turishini o'rtoqlar. Polni trassa pauk vixliflari qilingan, olov chiqishini ko'rdinglar. Yoshligimda bu mashina menga juda ham katta baland ko'rinardi. Hozir Tiko pasmi, yo'q men balandmanmi? Bitta o'tirib ko'ramiz. Sig'dim lekin. Mana apparatura, akustikani eshityapsizlarmi? Vashi bambichskiydan qo'yib qo'yibdilar-da. CC monitorlarni ko'ryapsizlarmi? Takoy qo'yib qo'yibdilar. Video registratorlari bor. Mejikanlari ham taqilgan ekan. Mana mer surulni ko'ryapsizlarmi? Bitta like bosib qo'yinglar. Zdenalari Matiz'niki ekan. Lekin men Xrustalni skorsni BMW'da ko'rganman. To'pponcha lekin rosa surar ekan o'rtoqlar. Hozirgi kunda tez yurasizmi, sekin yurasizmi, baribir radarlarga tushib qolasiz. O'shaning uchun men sizlarga har doim Inspector Star Air radar detektorini tavsiya qilaman. Maqtashga arziydigan radar. Ketursinmi? Inspector Star Air tanlovda adashmang. Narxini aytishimdan oldin bitta savolim bor. Bizani Toshkentda Tiko juda ham kamayib ketgan. Bir xilla Andijonda rosa ko'p deydi, yana ko'pchiliklar Angrenda ko'p deydi. O'zi qaysi viloyatda Tiko rosa ko'p bilsangiz yozib qoldiring. Xo'p, narxini okamlar bilan qo'ldan kelgancha savdolashib, $3600 deb belgiladi. Egalar nomeri pastda bemalol telefon qilib baraka qilishingiz mumkin. Bizning Zonarx kanalimizga obuna bo'lishingiz esdan chiqmasin. Videoga like bossangiz, xursand bo'lamiz. Mana ko'rib turganinglar 100 mingtalik falsifka bo'ladi. Mana bemalol ko'rishinglar mumkin. Mana bunaqa joylari soxta pul o'rtoqlar. Bu chiqib qolgan, buni yirtib tashlashimiz kerak, lekin biz uvol qilmasdan kontent uchun ishlatyapmiz. Nobodo noto'g'ri tushunish yo'q.